Aziziyga keldik o'rtoqlar. Aziziy. And we are building two big communities. One is in Dubai South, known as very good, known as Dubai Venice, and the other is near the ING World and Global Village, known as Milan, Azizi Milan. So Azizi Venice and Azizi Milan are the two big communities which we are coming up. You have to mention Mana o'rtoqlar, 55 million dollarlik katta qasr. Mana. Mana proyektlarni ko'ringlar. Mana Al-Furjan. Bu ham katta community. Dubayning eng zo'r rayonlaridan biri hisoblanadi bu ham. Bilsiz Dubayda bitta odam gapiradi bo'ldi. Bunaqa qog'ozbozlik degan narsa, byurokratiya yo'q. Bitta odam mana shu yerda shunday qilamiz desa bo'laveradi. Mana shu yerga mos qilamiz desa bo'laveradi. Ya'ni har xil joylardan o'tish shart emas. Xuddi shunaqa o'sha odam mana shu Dubai South'ni, Dubayni janubilarida. Janub. Dubayni janubini rivojlantiramiz degan bo'ldi. Dubayning janubi endi rivojlanadi. Nimaga deydigan bo'lsak, bitta hududni rivojlanish uchun u yerda aeroport bo'lishi kerak, port bo'lishi kerak, katta yo'llar bo'lishi kerak. Ya'ni connectivity deymiz-ku, bog'lanish. Bog'lanish hammasi bor. Hozir biz zamoatda turibmiz. Kursi bilan stroykasi qanaqa ketgan. Ikkita zdaniya naryoqda uning struktura 725 metr. 725 metr. Burj Xalifadan keyingi ikkinchi eng baland bo'ladi. Dunyo bo'yicha shunaqami? Qurilishi boshlangan, aksioner registratsiya o'tgan ikkinchi eng baland. Qurilishini ham ko'rsak bo'ladimi? Yonidan. 132 etash. Parkovkamiz usti ham xuddi shunaqa mana bunaqa udobstvolari bilan basseynlar bilan. Mana parkovka уже qurilyapti. Mana ikkita plot. Mana tagidan уже ancha chuqurdan kavlab beton to'shab, endi mana armaturalar bilan qo'yib chiqyapti. Narigi tomonni ko'rsanglar, уже turibdi-ku, chuqurligi. Xuddi shunaqa chuqurlikda endi buni to'ldirib armaturalar bilan chiqishyapti. Endi fundamenti kuchli bo'lishi kerak. Ikkalasini bitta qilib birlashtiradi. Keyin bitta katta zdaniya. Demak, hozir mana bu balandroq ko'tarilgan qismi parkovka uchun alohida shunaqami? Pastdagi ikkita alohida to'rtburchak qilib qo'ygan, o'shani birlashtirib yuboradi. Demak, mana bu basseynli binoni orqa tomonida, to'g'rimi? Bo'ldi, tushunarli. Bu yoqda o'zi mana qurilish jadal ketyapti. Dubayda, nafaqat Dubay, dunyoda Burj Xalifadan keyingi ikkinchi eng baland bino aynan mana shu yerda bo'ladi. Bitgandan keyin mana bu siz ko'rayotgan binolar buni belidan ham kelmaydi. Thank you so much, guys. Now we will go for the cake cutting ceremony. Mana bu ulkan qasr o'rtoqlar, bu villa emas, qasr. E'tibor bering. Juda ham katta, bahaybat. Taxminan 3600 kvadrat metrdan iborat bir necha qavatli ulkan qasr. O'zimiz sun'iy plyajiga ega bo'ladi, basseyniga ega bo'ladi. Mana yuqorida ham basseyn, keng terrasa, haydovchi, xizmatkorlar, oshpazlar uchun alohida o'zining xonalari bo'ladi o'rtoqlar. Buni yonida an'anaviy usulda qurilgan ulkan mansion, ya'ni qasr. Mana ko'ryapsiz o'rtoqlar. Kimda-kim yaxshi niyat qilgan bo'lsa, kamida mana shunaqa uylar nasib qilsin o'rtoqlar. Bularning narxi 55 million dollardan. Va bularning joylashuvini ko'rsataman. Mana Aziziy Venetsiya aynan mana shu rayonda qurilyapti. Ya'ni mana joylashuv yaqinlashtiraman. Xuddi mana shuni, demak, kattalashtirilgan holati. E'tibor bering, bu yerda jami 18 kilometrdan iborat ulkan laguna bor. Bu yerda demak qayiqlar suzadi. Bundan tashqari o'zingiz ham cho'milishingiz mumkin. Ya'ni top-toza, doim suv almashib turadigan
laguna hisoblanadi. Mana bu yerda demak katta 5 yulduzli mehmonxona, mana ko'ryapsiz. Mana bu yoqda esa pastdan salqin shamol haydaydigan alohida konditsionerli bulvard bo'ladi. Ya'ni usti ochiq bulvard bo'ladi o'rtoqlar. Bu yoqda esa xonadonlar, bular ham o'zining alohida suv havzalariga ega. Bu yerda boshlang'ich narxlar 240 ming dollardan o'rtoqlar. Dubaydagi eng zo'r proyektlardan biri. Mana ko'ryapsizlar, juda ham sotuv ofisida odam ko'p, gavjum, proyektlarga bo'lgan qiziqish juda ham yuqori. Mana bu yoqda esa taqdirlasham ketyapti. Eshikdan kirishimiz bilan diqqatimni tortgani mana bu smart home ko'ryapsizlar, eshikning ochilishi, yopilishi barchasi. Va kirishingiz bilan birdaniga uyning ichiga nigoh tushmaydi. Shu ham bizni o'zbeklarimiz uchun juda ham ajoyib mos keladi. Mana bu tomonda zamonaviy oshxonaga e'tibor beramiz. To'liq texnika, mebel jihozlar bilan mana muzlatgichimiz. Mana bu yoqda rakovina, oshxona mebellari, mana bu gaz plita hammasi. Hamda buni yonginasida mana bu yoqda alohida xona ajratilgan kir yuvish uchun, ya'ni shovqinni oldini oladi. Va buning davomida ko'rishingiz mumkin o'tirib dam oladigan mehmonxonamiz. Hamda to'g'rimizda balkondan mana shunaqangi go'zal, chiroyli manzara bo'ladi. Ta'riflashga til ojiz o'rtoqlar. Bu yoqda o'zini alohida dushoviy kabinasiga ega mana sanuzolimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin rakovina, hojatxona va buni ro'parasida mana bu xonaga e'tibor bering. Demak, yotoqxona. Ya'ni bolalar uchun yoki mehmonlar uchun alohida yotoqxona. Va buni yonginasida esa mana katta yotoqxonamiz. Mana bu ancha keng. Mana bu yoqda siz ko'rib turgan devordagi yuqori qismdagi panellar, mana bu balkondagi manzara ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib nozik dit bilan bezatilgan va buni yonida mana bu yoqda ikkita mana bu garderobni alohida joy ajratilgan va to'g'rimizda esa mana bitta emas, ikkita o'zining rakovinasiga ega. Mana bu yoqda demak vanna qilingan yuvinish xonasi. Ancha keng ko'ryapsiz. Mana bu yerda esa 90 tadan ortiq bino qurilyapti. Ya'ni butun boshli rayonni, massivni quryapti. E'tibor beryapsizlarmi? Bu proyektning nomi Azizi Milan deyiladi. Bu yerda o'sha Italiyadagi Milan shahri konsepsiyasidan kelib chiqib, uy-joylar qurilmoqda. Mana bu yoqda townhouse, ya'ni kottejlar bo'ladi va hozir demak sanoqli dastlabki xonadonlar sotuvga chiqyapti va chiqishi bilan bir necha kun ichida sotilib ketyapti o'rtoqlar. Va yana bitta muhim jihatlardan biri ushbu rayonni yonginasida mana IMG World, ya'ni dunyodagi eng katta usti yopiq attraksionlardan biri allaqachon mavjud. Ya'ni bu degani oilaviy vaqtni maroqli o'tkazish uchun juda ham ajoyib joy degani o'rtoqlar. Bu yerda boshlang'ich narxlar 260 ming dollardan boshlanadi.